Mana shu videoni ko'rmagan odam bo'lmasa kerak. Va degan qizni hamma nima qilyapti, yomonlayapti shu videoda. Bu video bir 4-5 kundan beri rekta chiqib kelyapti Instagram Reels'imda. E'tibor bermay o'tkazib yuboryaptim, chunki men bu narsani o'zimga olmadim. Qizlar, bloger qizlar bu qizlar ko'tini yopish uchun poddeshka qilib, nima qilibdi? Boy odamni tanlasa o'zini qarori-ku, ham xohlagan odamini tanlaydi, xohlasa kambag'al, xohlasa boy. To'ppa-to'g'ri, 100% to'g'ri. Xohlagan qiz xohlagan odam bilan yashashga o'zini haqqi bor. Misol uchun boyni tanlasin, xohlasa kambag'al tanlasin, xohlasa chiroyli, xohlasa xunuk tanlasin. Bu qizlarning xohishi. Lekin bu yerda bolalarning g'ashini chiqargan narsa, asabini buzgan narsa, u qizni kambag'al degan so'zni ishlatgani, misol uchun kambag'al bolaga tegmayman deganiga hech qaysi bola xafa bo'lmayapti. Normallik kambag'al bola ham bu qizni olmaydi eng qizig'i. Ishoninglar, normallik o'zini hurmat qilgan odam bunga uylanmaydi birinchidan. Prosta bu yerda jahli chiqqan narsa bolalarda. Mana joyiga qaranglar. Bu yerda qizni gapi yoqmagan. Kambag'al bolaga tegsa, yig'lab o'tiradi, qotgan nonni yebdi. Birinchidan tabaqalash, kambag'al odam qotgan non yeydi ekanda, boy odam faqat go'sht yeydi ekan degan gap fikr kelib chiqadimi o'sha yerda? Puli bor, o'ziga dahuya puli bor milliarder odamni ham bu gapni eshitsa jahli chiqadi. Qotgan nonni yeb degan gapni eshitsa. Sababi nimaga? O'sha boy odam ham noldan qiyinchilikdan chiqib kelgan chunki vaqtida. Misol uchun u qizdan men xafa bo'lganim yo'q. O'zini fikri u. Shu puli bo'lsin, u uchun xunuk bo'lsa ham puli bo'lsa bo'ldi. U qiz uchun pul muhim. O'zini tabiatini ko'rsatyapti qanaqaligini. Unga eshak bo'lsa ham yashab ketaveradi u qiz, to'g'risi. Eshak bilan ham puli bo'lsa bo'ldi, unga kimligini ahamiyati yo'q. Naborot unaqa qizlarni sizlar ko'rib ko'zlaring ochiladi. Bolalar xafa bo'lmanglar bu narsadan. Bolalarning jahli chiqayotgan narsa o'sha qotgan non, balobatlar degan ortiqcha bir ikkita gaplar odamning g'ashiga tekkan. Xudo bergan boy bo'ladi avvalo. Xudo bergan boy bo'ladi. Kambag'al odam ishlamagani uchun kambag'al emas. Ishlab turgan bolalarni bilaman. Meni shunaqa oshna og'aynilarim bor, kecha-yu kunduz ishlaydi. Kuniga kelibsa millionlab pul topadi, lekin yetkiz olmaydi. Otasi yo'q, ro'zg'ori bor, boshqasi bor. Onasining dori-darmoni, lecheniya, bir kunlik lecheniya 800 ming, 1 million. U bolani topgani shu onasi. U bola ataylab kambag'al bo'lyapti. O'sha bolalar, u bola ham xohlaydi yaxshi mashina minishni. U bola prosta yetkiz olmayapti. Kambag'al bu boyagidek yotib ishlashga layoqati bor, sog'lom odam bo'lsa-da, lekin faqat yotsa ekan, o'sha odam aybi bor, kambag'alligi o'zi sababchi. Lekin harakat qilib, mehnat qilib ham yetkazib olmayotgan bolalar bor. Ular ataylab kambag'al emas, shu Xudo berganicha harakat qilyapti, o'zini kuchi yetgancha harakat qilyapti, Alloh undan oshig'ini bermayapti. Bo'ldi, harakat qilyapti, lekin to'xtab qolgan yo'q. Shuning uchun sal maqsadni to'g'rilamanglar, sal fikrni to'g'rilamanglar. Prosta iltimos qilaman, shu blogerlardan mana shunaqa bir yibanoti kontentlar olmanglar, iltimos. Nima qilyapsizlar o'zi bilmayman.